Assalomu alaykum revitchilar, charchamasizlarmi, ishlar yaxshimi? Bugun sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lgan narsa modellashtirish, ya'ni loyihalash jarayonida ishlatiladigan modellar haqida. Ya'ni mana bunaqa modellar, bunaqa modellarni har bittasini men loyihalab chiqa olmayman. Fizически ham qo'limdan kelmasligi ham mumkin. Chunki har bittasini detalni bunaqa darajada yaratish yoki qilish ancha qiyin. Bu uchun nima qilaman? Telegramda kanalimizda bilmaganlar uchun mana bunaqa ro'yxatimiz bor. Buni yana tashlab qo'yaman qayta. Bu ro'yxat nima? Telegram kanallar hisoblanadi. SNG bo'yicha Revit bilan shug'ullanuvchi, SNG bo'yicha Revit interyer bilan yoki modellashtirish bilan shug'ullanadigan odamlarni Telegram kanallari hisoblanadi bu yerda. Misol uchun mana bu yerga kirsak, yo'q bunisi emas. Hammasi endi har xil. Word Revitga kirsak, misol uchun mana xuddi shu modelda yasalgani. Tekin foydalanishimiz mumkin. Hammasini ro'yxati berilgan, ichiga kirib, obuna bo'lib foydalanishingiz mumkin. Telegram kanaliga o'tishingiz mumkin. Profil biosida joylashgan. Yana bundan tashqari yana qanaqa saytlar bormi? Albatta saytlar bor. Birinchisi BIM Object sayti yozilishi mana bu holatda. Mana BIM Object sayti. Keyingisi BIM Lib sayti. BIM Lib Pro sayti. Bulardan ro'yxatdan o'tib bemalol foydalanishingiz mumkin. Bular ham tekin, foydalanish juda qulay. Shunaqa ma'lumotlarni o'tkazib olmaslik uchun sahifaga obuna bo'lib, like bosishingizdan chiqmasin. Hammaga rahmat, yo'q o'tgan bo'lsa, like bosishingizdan chiqmasin. Rahmat hammaga.